Bismillahirrahmanirrahim. Juha farisul fursan. Juha chavandozlarni chavandozi. Xaraja Juha yawman min baytihi. Juha bir kuni uydan chiqdi. Hamilan sayfa, qilichini ko'tarib. Va raha yamshi fi shawari'il balad. Shaharni ko'chalarida yura boshladi. Kerilib, fi zahvin, kerilib va ajablanib. Va shahar ahli uni ko'rdi va undan ana shundan ajablandi. Va ularni biri aytdiki: "Ey Juha, bu nimasi? Asirta farisan, chavandozga aylanib qoldingmi?" Va boshqasi aytdiki: "Ma ajmala hada sayf. Bu qilich qanday ham chiroyli bo'lmasa. Inna lahu bariqan akhaz." O'ziga jalb qiluvchi bir nima naqasi bor ekan, yaltiroqdi, yaltirog'i bor ekan. Minayna atayta bihi ya Juha. Ey Juha, uni qayerdan olib kelding? Uni, tamam? Juha aytdiki, faxrlanib aytdi-da: "Ala ta'lamuna anna jaddi kana kabiral fursan." Bilmasmidingiz, meni bobom u chavandozlarning kattasi bo'lgan ekanligini. Laqad taraka li hada sayf albattar. Darhaqiqat u bobom, ya'ni menga mana shu o'tkir qilichni tashlab ketgan. Uchinchisi aytdiki: bunaqa qilich ko'tarib olgan kimsa chorasiz uni qanday ishlatishni ham biladi, dedi. Akhraja Juha sayf min jirabihi. Juha qilichni o'zini jirob, anaqa nima qinidan yoki o'zini nima qolpidan, qinidan chiqardi. Va akhadha yuharrikuhu fil hawa. Va uni havoda harakatlantira boshladi. Aytardiki, u shunday holda: "Laqad allamani jaddi mundu sig'ari." Yoshligimdan beri meni bobom uni ishlatish kayfiyatini o'rgatgan. Va inni lajadirun bihamlihi wal mubarazati bihi. Albatta men u bilan uni ko'tarishga va u bilan duel qilishga arzirliman, ya'ni loyiqman. Ularni biri aytdiki, kulgan holda: "Qilich vaqti o'tib ketdi. Hozir endi anaqa miltiq davri keldi. Fahi asra va afdal. U tezroq va afzalroqdir", dedi. Juha aytdiki, anaqa fi tahaddin. Anaqa nima tahaddin degani anaqada. O'sha da'vat qilib aytdi-da. "Indi aydan bunduqiyatun." Menda ham to'pponcha bor. Fa iza hamaltuha ma'a sayf. Juha aytdi-da, agarda men qilich bilan birgalikda uni ko'tarib olsam, meni oldimda o'sha jasurlarning kattasi ham qochib ketadi, dedi. Va jasurlarning kattasi ham va qahramonlarning qahramoni ham qochib ketadi, dedi. Hozir bo'lganlar nima qildi? Kuldi. Va ular aytdilarki, Allohga hamd aytamiz, o'rtamizda chavandozlarning chavandozi bor ekanligiga. Falan nakhafa biz anaqa o'g'ridan ham va affaq degan anaqa dunyoni kezib yuradiganda, ya'ni sayohatchida. Tamam. Bu arabchada boshqacha sharh bor edi, adashmasam boshqa bir ertada keladi sharhi. O'sha daydib yuradiganmi, shunaqa ma'noda keladi. Tamam. O'sha daydidan ham, o'g'ridan ham bir anaqa nima mu'tadiyan, anaqa i'tada degani qarshilik ko'rsatib hujum qiluvchidan ham qo'rqmaymiz. Juha ishonch bilan aytdiki, qiyinchilik paytida kishilar zohir bo'ladi, dedi. Va bir kuni insonlar qo'rquvda Juhoni uyiga shoshildi. Va ular aytdilarki, Juhoga u yerda bir kishi bor, shahar ostonasida nima qilayotgan, yuro belto anaqa nima anaqa qilayotgan. Joylashib olmoq ma'nosi bor ekan, o'sha bo'lsa kerak, joylashib olayotgan va insonlardan tortib olyapti pullarini. Va sen bizlarni ana shundan ey Juha xalos qilgin, qutqargin, dedi. Va Juha aytdiki, sizlar uni bilmaysizlarmi, dedi. Tanimaysizlarmi, dedi. Ular aytdiki, yo'q.
Hop, quroldan nimani ko'tarib olgan dedi Juho. Ular aytdilarki, anaqa tayoq, anaqa nima edi, kaltak tayog'ida, qo'lida shunaqangi bitaga o'xshaydigan, hozir rasmda ko'rasizlar. O'shanaqa qo'lida shunaqa qurol bor. Juho aytdiki, u tabassumlanib, ish oson dedi, yengil dedi. Mana hop. Juho uydan chiqdi. Holbuki uning qo'lida qilich bor edi va boshqa qo'lida esa anaqa miltiq bor edi. Va eshagini mindi va u bilan shaharni tashqarisiga sayr qilib ketdi. Shahar ahli turar edi, kuzatib, u Juhoni qaytishini kuzatib, tamam? Kutib o'tirishardi. Va Juho kishini oldiga yetib borganda, o'sha anaqa tayoqni ko'tarib olgan kishini oldiga yetib borganda, harafis silah allazi yastamiluhu didda. Nima qildi? Uni ziddiga, unga qarshi ishlatadigan qurolda nima qilishni bilmay qoldi. Hero deb mashina aytar ekan. Va kishi buyurgan holda aytdiki, eshakni ustidan tush dedi. Juho tushdi. Va kishi aytdiki, qilichni undan tortib oldi. So'ngra miltiqni ham. Va undan talab qildiki, kiyimlarini yechishini. U Juho kiyimlarini yechib berdi. Va salabar rajulu kulla shay'in va ma'a Juha. Kishi Juho bilan birgalikda bo'lgan narsaning barchasini tortib oldi. Va ada Juhayl al-baldati fi tilkal. Ana shu zahoti, ana shu paytda Juho shaharga qaytdi. İnsanlar ana shundan taajjublanardi va ular aytdilarki, "Ma hada ey Juho, bu nimasi?" Va Juho ularga sodir bo'lgan narsani barchasini aytib berdi, qissa qilib. Juhoga ular aytdilarki, hal yaslubu mashin biyadihi hirawatun rakiban ma'ahu sayfun va bunduqiyya. Qo'lida tayoq bo'lgan kimsa, yuruvchi o'sha kimsa tortib oldimi? Kimni? O'zi bilan birgalikda qilich va miltiqni minib olgan. Qilich va miltiq o'zi bilan bo'lgan eshakni minib oluvchini tortib oldimi dedi. Va Juho aytdiki, "Meni ikkala qo'limni biri mashg'ul edi qilich bilan, boshqasi esa mashg'ul edi miltiq bilan. Allohga qasamki, sizlarga adribuhu bi asnan tishim bilan urarmidim" dedi. Buni tishim bilan urarmidim. Va ular aytdilarki, "Hakaza ada'ata kullaha." Mana shunday hamma narsani yo'qotdingmi, zoya qildingmi? Va biz e'tiqod qilib ishongandikki, sen chavandozlarning chavandozi deb. Va Juholarga aytdiki, "Ey xotirjam bo'linglar. Anaqa laqad ahraqtu qalbi." Men uni qalbini nima qildim? Yondirib tashladim. Ular aytdilarki, "Kayfa ahraqta qalbi?" Qalbini qanday yondirding? Va hina sara ba'idan anni, mendan uzoq bo'lgan paytda masofa, o'sha 1 mil masofachalik, da'awtu alayhi bi kulli du'a. Ya'ni unga qarshi badduo qildim, duolarni barchasi bilan. Allohdan umid qilaman, undan o'ch olishini, qasos olishini.